O'zimizani o'zbekona xonadonlarimizdan qo'ymasin-da, nima dedinglar? Qarang, ishkomlari, ayvonlari qilingan juda ham bir fayzli xonadonimizga keldik. Uyimizni ko'rib, o'sha mashhur kino esimizga tushdi. Bu qaysi kinodagi uyga o'xshaydi? Nima deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda kutib qolamiz. Uyimizga kirishimiz bilan kengina xoll bizani kutib oladi. Bu tomonda ikkita xonasi joylashgan. Bolalar hamda kattalar uchun yotoqxona qilingan. Uyimizning remontlari hali yangi. Bu xonadonimizda bemalol 3 ta oila mazza qilib yashasa bo'ladi. Xonadonimizni podvoli bilan qo'shib hisoblaganimizda 2 qavat, podvoli yaxlit, uyimiz radiator asosida isitiladi. Bu tomonda bo'lsa yana bitta katta yotoqxona qilingan. Bu xonamizdan ayvon qismiga ham chiqsak bo'ladi. Xonadonimizning maydoni 6 sotiq, umumiy hisobda xonadonimizda 10 ta xona, 3 ta sanuzi. Pastki binoyimizda bo'lsa oshxonasi hamda qo'shimcha xonalari, yuvinish xonalari joylashgan. Uyimizning narxini 160 ming dollar so'rashyapti, yana kelishiladi. Xonadonimiz sizga yoqdimi? Fikringizni izohlarda kutib qolamiz. Yoqqan bo'lsa like bosib, yaqinlarga jo'natish esdan chiqmasin. Uyimiz Zangiota tumani Erkin postidan 400 metr o'tganinglarda Korzinkani yonidagi mahallada joylashgan.